Rishton Abu Ali bin Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida guruhlar o'rtasida zakovat intellektual o'yini tashkil etildi. Mazkur tadbir talabalar bilimini sinovdan o'tkazish, mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish hamda jamoada ishlash ko'nikmalarini mustahkamlashga qaratildi. Bellashuvda texnikumning turli guruhlaridan shakllangan jamoalar faol ishtirok etib, o'z bilim va salohiyatini namoyon qildi. Savollar tibbiyot, fan, tarix va umumiy tafakkur yo'nalishlarini qamrab olgan bo'lib, ishtirokchilardan tezkorlik va aniqlik talab etildi. Musobaqa jarayonida sog'lom raqobat va bilimga bo'lgan qiziqish, jamoaviy hamkorlik yaqqol sezildi. Tadbir yakunida eng yuqori natija ko'rsatgan jamoalar aniqlanib, munosib tarzda taqdirlandi. Ushbu zakovat bellashuvi yoshlarning intellektual rivoji hamda bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Rishton Abu Ali bin Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida bunday ma'rifiy tadbirlar yoshlar kelajagi yo'lida izchil davom etmoqda.